Hazrati Abu Bakr bir kuni tillarini qo'llari bilan tortib tursalar, Hazrati Umar nima qilyapsiz deb so'rasalar, meni olib boradigan joyga olib boradigan shu degan ekanlar. Insonning tili. Shuning uchun azizlar, bir-birimizga faqat yaxshi so'z aytishimiz kerak. Imom Ahmad shogirdlari bilan o'tirsalar, bir munofiq keldida aytdiki, "Ey san" deb turib sansirab Hazratni so'ka boshladi. Hattoki kurakda turmaydigan gaplarni aytdi. Hazrat indamasdan o'tiraverdi Imom Ahmad. Haligi odam ketdi. Shogirdlardan bittasi aytdiki, "Ustoz, loqal bir javob bermadingiz. Juda og'ir gaplarni gapirdi" deganda, "Amman ko'rib turibsizlarki, unga bilan aytsam nima bo'ladi? O'sha bilan teng bo'laman" dedi. Men unga javob qaytarsam, Allohning kalomi qayerda qoladi deb ushbu oyatni o'qidilar. Va iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sizga bir johil odam johilona gap qotsa, salomat bo'ling, uzr, meni kechiring deb o'tib ketavering deb Alloh aytayapti. Bizga ham javobimiz bor. Kerak bo'lsa, undan oshirib so'kadigan gaplarimiz bor. Lekin mo'min odam bu ishni qilmaydi.